hunalar Meclis aradır bükün Könlümüz aynası Ravşan musaffadır bükün Çehreler gülgün açılgan Turfaranadır bükün Bolsa halkımdan istekler muhayyadır bükün Assalomu alaykum qadrli musiqa shinavandalari ijodiy guruhimiz bilan yana Hazoras zaminiga keldik. Bu yilda ijod ahllari rang-barang ijodi bilan xalqimizga ma'naviy go'zallik ulashishda davom qilyaptilar. Hozir siz tinglagan xonishdan anglagan bo'lsangiz, ko'z oldingizga kelgan san'atkor O'zbekiston, Turkmaniston, Qoraqalpog'iston xalq artisti Ortiq Otajonovdir. Mana bu davradagi qatnashayotgan akalarimiz, og'alarimiz deyarli biz bugun ta'rif qilmoqchi bo'lgan mashhur Ortiq aka ovozi bilan kuylagan, Ortiq akaning nafasida xalqimizga Ortiq Otajonov bo'lib qolgan marhum Odamboy Qutmurodov ijodi bilan bog'langan fikrlarni havola qiladilar. Bu davrani qaraydigan bo'lsak, zamondoshlari bor, muxlislari bor, shogirdlari bor, do'stlari bor. Ana shunday lahzalarda biz xotiralardan bahramand bo'lamiz. Jam bo'lib baxtu saodat li ochiq peshonlar Hazarası xuddi Xorazmimizdin ezelden musikanı, san'atni, ma'naviyatni yaxshi ko'radigan xalq Qutmurodovlarning o'zi umrbekaga ma'naviyatli hammasi, deyarlik hammasi maktablarni oltin medal bilan, oliy dargohlarni qizil diplom bilan tugatganlar. Hammasi. Odamboy ukamiz rahmatli o'zi injener, lekin san'atni birinchi qo'yadi dedi. Xalq xizmatida yurib, rahmatli ukam Zumrat bilan ajoyib farzandlarni tarbiyaladilar. Eslasam, birinchidan mag'rurlanaman ular bilan. Shunday ajoyib ukamlar borligidan. Ertaroq bizlarni tark etib ketdi. Alloh rahmat qilsin ularni. Ko'p taassurotlarimiz bor. Hozir men shu stol ustuna qarasak, shu rasmlarning ko'pchiligi 40 yil, 35 yil, 25 yil bo'lib qolgan. Shularning deyarlik hammasida şöyle oturganlarımız bormiz şöyle. Şu gözümüzü elden ötüp turibdi, tarixtin bo'lib o'tib. Odamboy Alloh rahmat qilsin. Juda go'zal inson edi. Ma'naviy go'zal inson edi birinchidan. O'zidan kattalarga hurmati, u kishining o'zi bilan denglar bilan qiladigan suhbatlari, dildan qiladigan suhbatlari, yoshlara beradigan o'gitlari, olam ma'nolar bor edi unda. Yoqubboy aka, mana insoniylik fazilatlardan ogoh bo'ldik. U kishining hayotda tutgan o'rni, obro'si, e'zozi juda ham yuqori bo'lgan ekan. Mana injener deb aytib o'tib ketdingiz fikringizda. Qanday qilib san'atga kirib qolganlar? Endi asli san'at Allohdan berilgan ne'mat bo'ladi asli. Lekin o'zining sohasidan oliy dargohi bitirgan sohadan eng yetuk injener edi. Eng iqtidorli injener edi. Hamma sohani juda mukammal biladigan mutaxassis edi. San'at baribir rahmatli Ortiq aka izindən borib, shu kishining ashulolaridan, musiqalaridan ilhomlanib shu san'atga girgan deb o'ylayman men. Ortiq akam ashula aytib turibmi, Odamboy ashula aytib turibmi? Bilmagan paytlarimiz bizlarning ham bo'lgan. Shunday paytlar bo'lgan haqiqatdan ham. Hozir ham eslaymiz shuni. To'ylarda, yaxshi kunlarda hammasi bir go'zal bo'lgan hayoti. Agar do'stlar yursanadi bir-birini ayratib bo'lmas. Agar kulgulni changafnana alarni ayratib bo'lmas. Demişler mal kuşuna bir kapasta hasreti
bolmaňas Vatan diýen aýry köňümni bilinki ýaýraty bolmaňas Baýny bandy bülbülni şamansy saýraty bolmaňas Vatan diýen aýry köňümni bilinki ýaýraty bolmaňas Baýny bandy bülbülni şamansy saýraty bolmaňas Tarjan ağa, Adamboy agamny görgende nime haýalyňyza geler edi? Artık ağa bilen akordiyonçu bolgan Ahmetcan Bekjanowy bilesiz. Şu kişi aytkanda Artık aka bilen dedi, bizler suhbetleşip oturganymızda mening şairlerimin içinde şu meniki dineti miýaryna yetirip aytadan şairlerimin en zoru şu Adamboy dep aytar dedi. Bir dedi, neye barganymızda dedi, Artık akany panogrammasyny koýup durgan okşadylar dep dedi, gelip dedi mikrofonu öçürüp hem görýänler dedi. Karasa dedi öz aytıp durgan. Şu derecede şu okşatıp aytar edi, indi bunu təsəvvür kılıç kıyım. Şunun aileperver edi. Zümret kızımız bilen şu bir yerlikte ömrü güzanlık kıldılar. Zümret keserlenip kalgan vaktinde Adamboy atası, enesi, ferzentine karagandan dım yaxşı terbiye kılıp şunu ayağa turguzdu. Rahmetlik Zümret aytdı bir günü bana da. Tayyar ağa şu dedi, Adamboy meni yaxşı etip durup özü bir çara şu geçecek eken dep durup bundan keyine bir neçe yıl yaşadı lan. Dostperver şunu acayip insan edi. Indi bunun koşuklarını eşitseniz, indi şunun zor ayta dedi, artık ekeni öze meyran kalgandan. Bazı koşuklarım menden yaxşı etip aytadı dep aytganlardan. Benim 40 yıllık jubileyimiz indi, tentene ötüreden bulduk. Şunda dostlarım aytdı, bunu dedi bir nimede ötüreylikle dedi. Kafede mi dedi. Hemmemiz yığıldıktan şöyle bardık. Bargandan keyin Adamboy eşitip kalktıdan özünü sastapı bilen gelip durup şunun çıraylı kılıp ötkazıp verdi. Indi bize eke üke deyin, birge katta bolganmız, yaşlığımızdan. Bir koşlu olup yaşağımız, bir ailenin ferzenti deyin olup yaşağımız. Ularnikide ne bir şeyden bolsa, ya ben doğru gelip kalsam, ya bu doğru gelip kaladan bolsa, bize şu avukatlarına bir yatıp uklapam kalıp gidivergenmiz. Atasam şunun zor adam ediler, meşhur patan. Emberenemem şunun bir bilimli, şunun güçlü ayaladılar. Şu ferzentlerini okutuştan edi, emberenemin ketler oğulları bu. Lekin meşhur pahamı özem hiryayı kılı biri dediler. Aşırı aytarmadı. Aşırı hiryayı kılı biri dediler. Özleri olmasa mekanik olup işleyerler kolxozda. Ber bir kanada var eken da. Başka ferzentlerinden başlıyor. Mesela Atahan'dan var, ana Ulubek'te ülkesi var, ulardan var. Hem mesela ötken berber şu. Hatıralar elbette bugünkü avlat üçün kerek näse. Çünkü Adamboy agamny aşulalary yaşayapdy biz bilen. İkinci ömrü devam etyapdy onun. Şuning üçün bunday tahlillerini efirge uzatayotganligimizning ham tagida zamirida bir narsa borki, o'tgan insonlarning fazilatlarini bugungi avlodga yetkazish. Biz bilmaydigan jihatlari bordi. Ana shularni eshityapmiz. Xursand bo'lyapmiz. Rahmat. Koyunlar dostlarım ahvalı alemden yapırmaylar Yamanı yaxşılık her türlü adamdan yapırmaylar Hakiki derdini bilgen yamal hamdan yapırmaylar Bugün şadlikda keçeyi gamdan yapırmaylar Ziyanı suduyu izzetni ikramdan yapırmaylar Yanımdagi Bahodir aka Qo'ziyev ham Hazorasibda mashhur xonandalardan. Bugungi shu davradoshlarimizning davraboshi bo'lib o'tiribdilar. Hurmatli mahrum ustozimiz Adamboy aka Qutlamurotovni eslab o'tiribmiz. Shudayna farzandi Feruzbek hozir shuni izdoshi bo'lib, Adamboy akamiz bilan zamondosh bo'lganimdan xursandman. Ko'p xizmatda bo'ldik. Bu insonni hozir Toyir akam eslab o'tdilar. Hurmatli ustoz san'atkor Ortiq aka şu bir to'yda bo'lib qoldik. Shunda birga ketib boryapmiz biz mashinada. Ortiq aka dedim, shu yerda Hazorasibda dedim, sizning shoiringiz bu Adamboy aka dedim. Ha, o'zi guring qildilardan u da dum o'xshatadi menga deb shu vaqtda bir maqtab yo'lda borishing guringlashib bordi-da Ortiq aka. Adamboy Qutlamurotov
Hakikaten ham zor istedodli san'atkor edi. Ko'p narsalarni o'rganganmiz. Biza masalan yine aytish stilinde bir marta bir yerda o'tirib qoldik. Bahodir dur dedi, birni dedi, shunday aytish kerak. Umr o'tar aytib o'tirgan edim. Esimdan degan joyini dedi, shuni sal azatak qilib aytish kerak deb o'rgatganlar-da shuni. Hozir ham umr o'tarini aytib turasizmi? Ha, aytib turaman. Navozandamizda shunday jarayonlar qiziqarliroq-da. Ozgina umr o'tardan ayting. Shunda Adamboy og'amning haqiqiy bergan o'gitini anglaymiz. Mayli, mayli. Umr o'tar, vaqt o'tar. Omad o'tar, taxt o'tar. Omad o'tar, baxt o'tar. Lekin hech qachon chiqmas yodimdan. Senin yürüyüşlerin, senin gülüşlerin, senin yürüyüşlerin. Rahmet. Zatak deganiniz qanday jarayon u? Qani? Endi zatak degani bir Amaliyotda ikinci qilingan. kupleti bor edi uni. Ha. Hozir eslab bilinman. Endi uni uchun usul bilan aytib bilaman. Bağını güzel. İkinci kupleti. Kar yağsa tağına güzel. Bu yaşlık çağına güzel. Lekin hiç kaçan çıkmaz yardımdan. Sözsüz karaşların. Şöyle selmen şaşılıpman da. Şöyle aytgan ne ola. Endi bu ijodiy tarafdan. Lekin hayotiy tarafdan ham ko'p narsa o'rgangan bo'lishingiz kerak. Endi Adamboy akaning sahnada turishlari, biz endi u ustoz Ortiq akani o'zi bo'lar edi-da u. Biz endi Ortiq akani keyinroq bir katta bo'lgandan keyin Gapirishlarda qanday? Ortiq akama o'xshab gapirami u? endi gapirishida sal nima bor edi baribir. Lekin Adamboy bo'lib gapiradi. Shuni aytganda o'zi bo'lar edi. Mimikasi ham, tortishlari ham, turishlari ham o'xshatadi edi-da u. Açkarga zaholiye dostlar küttür vefali hayat şundan safali lekin hiç kaçan çıkmaz yavdumdan sekin sözleşlerim Pinhan izleşlerin, pinhan izleşlerin. Hayotdagi topgan ma'naviy go'zallik va boyligimiz bu albatta atrofimizdagi do'stlar bilan bog'lanib boradi. Adamboy akam mana fikrlardan anglayapmizki, juda ham do'stli, qadrdonli bo'lgan ekanlar. Zamondosh do'stlardan birisi davramizda qatnashyapti. Umarjon aka, do'stingizni bir xotirlaysiz endi. Bu Adamboy Qutlumuratov Qazarasipning bir xalqning nazariga tushgan san'atkor edi. Adamboy shu O'zbekiston, Turkmaniston, Qoraqalpog'iston xalq artisti Ortiq akam shu pechindan yapışib, shunun duo fatihalarini olib, elning, yurtning, xalqning nazaridan qalmiy xalqning xizmatlarini qildi. Bu inson bilan bizlar shu yoshlikdan do'stimiz, akalari bilan do'stimiz, donishimiz, munayibkasi bize bilan birga o'qidi. Bunga qo'shiqchilik shu maktab davridan boshlangan. Shu maktab davridan bu san'atga qiziqib, shu davrda maktabda konkurslara qatnashib, shu davrlardan g'olib bo'lib kelgan. Ana keyingi vaqtlarda shu Ortiq akaning pechindan yapışib olib, shu Ortiq akaning yo'lida qo'shiqlar aytmoqqa qaradi. Bu qo'shiq aytganda Ortiq akami bu Adamboymi paqlash qiyin edi. Bir kuni bizlar buni Navoiy viloyatına to'y olib ketdik. To'yda qo'shiq aytib turibdi. Yangi meni chaqirib oldidan, "Ey og'ayni, bera keling" dedi, desam, "Bu do'stingizga ayting, o'zining qo'shiqini aytsin, bu Ortiq akaning fonogrammasini qo'yib turibmi bu" dedi. "Yo'q, bunda hunning ne yo'q, ana o'zi aytib turibdi, mikrofonni bu yana olib qo'yamiz." Ayirib bilmadi, yanqala hayron qoldim uni qo'shiqini eshitib. "Shunchalar o'xshash bo'ladimi?" dedi. "Parda qo'yib qo'ysangiz Ortiq aka aytib turibdi-da, o'ylar edegansizmi" dedi. Navoiyda shunni o'tirib, bana şunun bahane berdi şu halk şu vaxtı. Hayran kaldı. Hakikaten ham ajratish qiyin edi. Niçin bunun şu ustağa Ortiq akaya şu ruju qo'ygani. Ortiq aka Qazarasipga to'yga keladigan paytlarida biladi edi bu. Bunga xizmat chiqsa to'y olmaydi edi bu. Hakikaten ham ustozning tarbiyasini olgan. Ortiq akaning izdoshi bo'lgan. Ilmidan, adabindan, qo'shiqindan shunday. Odamgarchilik ham shundan o'rgangan.
Şu insan ne olsa şunun hakikatte köpesi. Devreye girip barıp otursa ayrı vakti gelpeyende kana indi bir aşı yiyip durup bir xoraz palavdan yiyip keyin bir koşuk aytsak ana onda yaxşı boladi de beredi. Bu artık yine sözlerinden bu. Oxşatacak olup ana şunu işarı kıla dedi. Bir günü artık Hazarsta toy ötüradan buldu. Üzerimize dereknede. Şu adam boy yanında gelip oturuptu, bir yer durdu. Toydan çıktıktan adam boykene vardık. Şurada uyda bir piyala çay içip yetersiz usta bir pati arıp dedi. Yakşı dedim. İkram Hoca diyen var Hazarista. İkram Hoca barıp şurada oturup bir patiyani verdi, duanı verdi. Şimdi bir cüp koşkan bolsun artık eke dedik. Şunda ibiyeyi dedi. Koşku isteseniz geldim dedi. Hava usta dese, ibiye diyen koşku aytamak unisala bir dedi. Boldu dedik, şunu durdu ikisi yanında oturuptu. Adam boyamcı oldu, gel şair dedi. Bir yerlikte küylümüz bunu dedi. Yine şunun insan adı bu. Yaklaşkanda uymak kabi ağzıdan bal tamçılar. Yaklaşkanda uymak kabi ağzıdan bal tamçılar. Dört fasılını yaz eyleyen yazını körüğü biyey. Dört fasılını yaz eyleyen yazını körüğü biyey. İbi nazını körüğü biyey. İbi nazını körüğü biyey. Qadrli muxlislar, siz u bizning hayratimizni orttirgan narsa Odamboy Qutlumurodovning chiroyli xonishi. Haqiqatda ham Ortiq Otajonov ustozni hayolimizga keltirib kuylaydi. Imtihon et, yoniveringga to'lsa do'st, shoshma uncha besabab ulgursa do'st deydi. Bu Odamboy akamni do'stlari ko'pligidan juda ham xursand bo'ldik. Sinfdoshlarni fikrlarida qanday mavzular kechadi, hozir o'zlaridan eshitamiz. Haqiqatan ham do'stimiz bilan yoshlikdan birga o'sganmiz. Shu birinchi klassdan rubob olib borib, shu yerda butun ashula aytib, birgachilikda shu katta bo'lganmiz do'stimiz bilan. Odamboy bilan Qutlumurodov bilan yoshlikdan birga o'sdik. Yoshlikdan bir tirishqoq bo'ladi. Bana doirachi bo'lsana dedim bir kuni. Doira chaldingizmi? Doira chalaman axir. İkimiz çalamiz. Yoshlikda yana bir kallali ribob bor axir. Qashqar. Qashqar ribob bilan men doira chalaman. Bir qo'nishimiz g'ayrat va u borib chaladi. Bizlar ayirmaydi yanimdan. Shuning o'rganishganmiz. Shunda ashulalardan bilamiz. Odamboy Qutlumurodov bilan bizlar ham onda-sonda uchrashib turar edik. Lekin bunchalik ko'nikmaga ega bo'lmaganmiz. Chunki Hazorasi Xorazm viloyati markaziga, Urgan shahriga anchagina uzoq. Bu yilda endi o'zgacha an'analar, qadriyatlar shakllanib qolgan. Ijodkor bilan ijodkorning munosabati do'st o'rtasidagi munosabatdan farqliroq bo'ladi. Ijodkor juda ko'p sinchkovlik qiladi. Ijodkorni ko'p tarafdan sinaydi va hayotda bir-birini albatta qo'llab yuradi, ham bir-biridan ko'p narsa o'rganadi. Maqsudjon akam Shermatov qatnashyapti, o'zlari o'qishlar bilan ko'p davralarda bo'lgan. Odamboy bilan men nafaqat to'y hashamlarda tanishuvimiz, birgalikdagi ish olib borishimiz 1989-yildan Hazoras tuman ijroiya komitetining arxitektura bo'limida birga ish boshlaganimizdan boshlangan. Bu yerda mana Toyiram bor, Yaqub akam bor, yaxshi bilishadi. Mana shu bo'limda birga tanishganmiz birinchi bor. Keyinchalik mana to'y hashamlarda birga xizmat qilganmiz. Odamboy bilan biz ikkimiz uchrashgan paytimizda albatta uning ham yuzida bir kulgi, mening ham yuzimda bir kulgi paydo bo'lardi. Chunki ikkimiz ham ijoda qiziqadigan bo'lganligimiz sabablimi, ertalab ishga borsak ham qani Odamboy bir to'rtlik ayting, kayfiyat bilan boshlaymiz ishi deb xirgoyi qildirar edim. Men bir qiziqli voqealarni aytib berar edim. Oldin to'ylarda bir davra, ikki davra, uch davra bo'lib ketar edi. Men birinchi davrada suxandonlik qilsam, ikkinchi davrada menlik ish bo'lmaganligi sababli Odamboy men qaytaman esa, men ketaman desam, bo'ldi ertaga idorada gaplashaveramiz dedi. Chunki meni xizmat haqqimni idorada beradi dedi. Ana shunday kunlardan bir kunisi birinchi davrani so'b, ikkinchi davrada choy ichib o'tirgan ekan. Odamboyga aytdim, men ketaveraman esa, ertaga berasizmi desam, yo'q dedi. Ana o'da futlar turibdi dedi. Futlari ochdan dedi. Bir qism ur dedi, ikkiga o'tma dedi. Futlardagi pula dedi. Aytdim, hech minnatli odamman, rostdanmi? O't dedi, qo'lingam tutunman dedi. Bir marta ur lekin dedi, changalingni dedi.
Bardım futları açtım, dolayıp duruptu. Parmaklarım avtomatik 1 santimetre ösüp gittim ya. Şurgakta ya birinin ikini kaldı öde. 2 zaman vurdum. Adam bana pateni ben getemem desem. Pateni veremeden gitmeyin dur. Gepleşip alandan geple badi diyor. Rahmetli adam bana şu narsanı ta ömrünün ahırına aytı birdi. Hazırlaşıp gülüp toylara varsak futları alıp koyunla maksimum ötüp yanına taşmasın diye dedi. Yine bir vakıya rahmetli Özbekistan Türkmenistan halk artisti Artık Atacanov adam bana yıllarda yardımcı Hafız Sipet'te Mensuhan'dan toyunu soğup ahırında şunu meymehanaya girdik. Artık aitti. Diktir balam bir yere gelin. İkimiz çay içemiz dedi. Silah dedi. Futlerdeki hizmet hakkılarınızı da taklanla dedi. Usta tayar oldu dediler. Usta varıp dur. Bunlara pul bereden oldu. Şimdi daireci, akardiyoncu, oyuncu, diktir. Hemmemiz oturupmuz. Hemmeye bir hatar artık pulunu taşıp çıktı. Yine ikilenciye öttü, üçlenciye öttü. Ahırında birisi tak kaldı. Artık şunun götürdüğünden kime versem eken bunu? Daireciye versem mi, akardiyoncuya versem mi, kime versem eken de duruverdi. Adam muambirmelerden ortadan çıktı. Artık dedi bir giyip kastüm bürükünüz dedi. Ana Türkiye şurası dedi. İbrahim Tatlıses'in dedi kastüm bürüküne okşaydı eken dedi. Benden daireci Muhammed çıktı. Yok adam bana dedi. Yalgan geplemeyin dedi. Artık hamki 12'ne okşamaydı dedi. 12 artık hamkine okşaydı dedim. Mesela Muhammed dedim. Muhammed'e verdiler. Şunun bir kızıklı vakıyalar bolgan. Hemmeden oldin adam boyag'anni ashulasini, san'atini ilg'agan kishi bu og'aynisi bo'ladi. Otaxon aka qanday xotira kelyapti? Kichkina vaqtimdan o'zi bir yangi taxtadan sim tortib, ribob yasab qo'shiq aytadi. Yosh vaqtimdan. Ana keyin asosan shu san'at yo'lini o'zini boshlab shu maktabda o'qib yurgan davrlarda ham qo'shiqlar aytib, keyin institutga girdi. Toshkentda biza oiladan 5 odam o'qidik bir vaqt o'zida. O'zi 10miz, 5 o'g'il, 5 qiz, 5imiz o'qidik. Endi 5 odamni hammamiz kvartirada turamiz. Akam o'zi mexanik bo'lib ishlaydi, 100 so'mmi, 120 so'm oylik oladi kolxozda. Apam ishlamaydi, bola yani tarbiyasida uyda. To'ylara chiqishi boshladi bu shu vaqtda. Shu vaqtda Pedinstitut yanında atarchilar çayxonasi bo'ladi dedi. Shu yerda cho'lida odam bo'ladi dedi Surxondaryodan. O'zi Bag'atdan Jumo aka deganni ular o'tib ketganda 50 yil burun gap aytib o'tiribman. Shu yerga artist kerak odamlar ham bor edi to'y so'diradi. Artık Atacanov bir adam o'zi respublikada. Respublikada minglagan odam ona to'y so'dirajak. Niyat etgan bolasini sünnet to'yisini o'ylantiradigan to'yini yoshlikdan. Lekin murojaat qiladi o'sha kuni zaniyat u. O'zi shu yerga keladilar, yangi cho'ldayanlar Derayon magnetofonda Vesna magnetofon kasetani qo'yadidan odam boy aytiradi qo'shiqini. Yine qo'rtiq deydi. O'sha tip cheki to'ylara boradik shu vaqtda men ham yanında yurib dedim. Ko'rsaturlar jilvana birlan bizlara gulzarlar. Naz pirovlar suman barlar chaman ruxsollar. İşk günün katliyat güçü bir ahım dil ağzına ağlar. Cem bulup bir bezmara söhbet yeterler yağlar. Cem bulup bir bezmara söhbet yeterler yağlar. Yanlık könlümü yüz naz ile kan ettiler. Şuhlar bidatlar rakası hışrattan ağırlar. Buzdular dinim uyuni kıldılar havlım karana. Ancümen pirav karimaş sözleri bimallar. Ancümen pirav karimaş sözleri bimallar.
Cilve aylanıp ancümen sahnini gülşen ettiler. Cilve aylanıp ancümen sahnini gülşen ettiler. Gülce birler bunçene ağızlar şeker güpte orlanır. Akşın işgalini havlini bilmişler ay halana. Cebrini avini da bu közleri hummalar. Cebrini avini da bu közleri hummalar. Tilbe bulmayın eyleyin iş gücünün vadisine. Tilbe bulmayın eyleyin iş gücünün vadisine. Könlüm aldı bir sürük ahu kebi eyyene orlanır. Rengim kıl yavrene ki aklına olmuş müşkül yürür. Mende vardır bir könül bir neçe dil ağzın orlar. Bir neçe dil ağzın orlar. Bul acep güller niye cebriden kutulmazsan emir. Aldılar yüz naz ile könlüm niye bu dilden ağlar. Aldılar yüz naz ile könlüm bu dilden ağlar. Oila bu hamma jihatdan insonni kamolga yetkazadigan maskan. Oilada hamma narsa shakllanadi, inson yuksaklikka intiladi, tetopoya bo'ladi. Mana bu yerda bir satr o'qib o'taman hozir. Oltin derlar dono so'zni, gulga qiyos qilib yuzni, 40 bo'lib bitta mayizni birga baham ko'rganlar bor deydi. Bu O'zbekiston xalq artisti Ortiq Otajonov qo'shig'i. Buni Odamboy akam o'zlariga ilk ashula qilib aytgan paytlari yozgan qo'lyozmasi. Mening yonimda o'g'illari Firuzjon o'tiribdi. Odamboy akamning mana zamondoshlariga shogird bo'lgan. Bizlarga ko'p ta'sir qiladigani ata shu Ortiq aka Otajonov bilan qanaqa qilib tanishgansiz? Donishingiz nish bo'lgan deb so'raganimizdan Eng yoqimli, savolda. Shunda atam o'tirib bizlarga aytib beradi dedi. Balam biz yosh vaqtimizda maktabda o'qigan vaqtimiz stalbalarda bir kolonka bo'ladi dedi, redi bo'ladi dedi. Shunda Ortiq Otajonov kuynoq to'xtab qoladi dedim men dedi atam. Balkim shuning nesimi dedi,
kızık gitkenmen deydi atam. Student vaxtlarında toylara çıkadı eken atam. Ha. Artık ekeni görmeyenler özlerini. Toylara çıkıp toylarda koşuk kılıp yürüyen peytlerinde artık eki Atacanıp'ın şu Emetcan diyen akardiyonçuları var idi. Bir toyga bar kaladı atam, şurada koşuk küylep duradılar. Şunda o peytte usultirçiler lentege zapis kıladı eken de eko beriş için. Şu toyunu zapis kılıp alıyor. Emetcan eke usultirçi gitke şu nimeni menge beresen. Lentani menge beresen dep lentani alıp artık ekeni uyga barıp artık ekeni bunu eşitlik görün kayerda kılgan bu koşukni dep. Artık eki eşitip oturup kayerda aytkan eken ben de oturup keyin tordan bilgendan, tor çalıştan. Tor çalıştan bu men tor çalışım emas bu diye. Bu bala kim bu? Esa bu işi bala Xorazmdan, Qazariston eken. Kelmayana dep Emetcan eken atamı ap bargan eken artık eki yana. Şu sebep bilen usta şagird olup danışıp ketganlar. Mana birinchi uchrashuv Ahmadjon aka Bekjanov ham sababchi bo'lgan ekanlar. Şu San'atga qiziqish, san'atkorlik rahmatli bize eke apa deyemiz endi, enemiz atamızı ekem apamda bolgan. Şular qiziqqan birinchi. Birinchi ustozing men dedi apam bechora. Birinchi Qashqar rubobi men hep berganman. Men seni ustozing dedi. Şu apam bechora birinchi Qashqar rubob hep berip san'atga qiziqtirib bergan. Ekem bechoram şiirle yazganlar, özleri qiziqqan şuna. İşte apam vafatından keyin hem şiirle yazganlar. San'atga qiziqish şu oilaviy qonimizda bo'lganda bizering. Şu adam bağam şunu ro'yapa chiqarib ine ataxonam aytganlar qo'shiq birga yurib yanlarında. Ukam doira chirtar edilar. Bular oilaviy san'atkor edilar. Bize qizlar hattoki jo'ravaz bo'lib ham qo'shiqlarında ishtirok etganmiz. Yosh vaqtlarimizda, yani ayolların ovozi beriladigan qo'shiqlarda bize apam ikkimiz qo'shiqlar ham aytib birgalikda jo'ravaz bo'lganmiz. Hamrog'am bor, kattag'am, ataxonam bor. Bulara odini aytib ag'a deymiz. Odam boyami hech qachon odini aytgan emasmiz, ag'a deymiz. Fakat ağa deyemizde. Kayerda şunun artık Atacanıp qo'shiqlarini, kayerda adam boyamı qo'shiqlarini eshitsek, bir ko'nglimiz dolup gitemiz. En yaxshi görededim şu artık Atacanıp ömür öter, vaqt öter qo'shiqlarini aytganlarini yaxshi görededim. Ağam fakat canlı icra etkenler toylarda. Men hazıram şu toylarda oturaman. Men şu qo'shiqlar aytıladi hazırki toylardan. Lekin men o meramı his qilman. Ömürning yani sudi akıp ötüşü qo'shiq diyeceğim bulga. Ömür öter, vakt öter. Xonlar öter, taxt öter. Ömür öter, vakt öter. Xonlar öter, taxt öter. Ahmet öter, vakt öter. Lekin hiç kaçan çıkmaz yadımdan. Oşa külüşlerin, oşa turuşlerin, oşa külüşlerin. Ömür yol hayrelaş uçraşış ayrılış köp unutuş aytılış köp lekin hiç kaçan çıkmaz yavdımdan oşa külüşlerin oşa külüşlerin oğlum soraşlerin lekin hiç kaçan çıkmaz yavdımdan oşa külüşlerin oşa külüşlerin oğlum soraşlerin yürüyüşlerin yürüyüşlerin Ben Oşar mahallesine gelin bolganman. Oşar qishlog'ina, 5 ta qishlog'indan. Bizlerin Oşar qishlog'ina dim köp toylara bargan ağam.
Şu toylarda men 26-cı mektepde okutuvchi bolup işlegenmen. Toylara barsak toyxanalarda elbette meni tapa dediler. Üyüme bara dediler, tapa dedilerden men 26-cı mektepte işleydiğen singlim Ümide üçün aytaman koşuk. Şunun kelliktiği üçün aytaman dep turnalar koşuklarını ayta dediler. Bütün kelliktiğim, bütün cemaam çıkıp oynap şöyle rahmetli aytıp gitediler. Köpçilik adamları kalbinde kalgarlar, köpçilik adamların yine hatırasında borlar. Bize söynemiz şunca adam kalbinde hatırasında yaşap durup tekeller demek trikle. Ben şu ortadaki Atacanım şagirdi, Adamboy Kutlumuratova kız ekanliginden faxırlanaman, kız ekanligimden, şunu farzand ekanligimden faxırlanaman. Şu köçek uydan ham ortadaki aşulası koyulup dursa eşitip kalsam, özüm içimde bir yaman bir galati bolup ketaman, yığlasım gelip ketadi. Şu ikkisini ovozini hali geçem ajratıp bilinme atam bilan ortadaki. Şu yoshlik paytimdan atam uyda to'yga tayyorgarlik ko'rib, qo'shiqlar aytib o'tirar edilar, tor chalib. Yalanına gelip oturar edim, atam. Ata, niçin bunchalar ovoziz? Ortiq atamga o'xshaydi. Yo o'zingiz o'xshatib aytasizmi? Yo o'zingiz taqlid etasizmi? Ajratib bo'lmaydi-ku ovozingizni desam, atam bir astakkina sekin gaplashib boradi. Qizim, hamma narsa ixlosga bog'liq. Men shu darajada ixlos qilganman, yuragimni ixlos qilganman. Ortiq aka Otajonova şu darajada ixlos etganimdan ovozim shuningga o'xshaydi deradilar. Oilada bir yetishmovchilik paytlari bo'ladi, to'y kam keladigan vaqtlari bo'lar edi. Chunki atam yaxshi niyatli inson edilar. Har duolarında qo'lin duo ochganda ilohim to'ylar bo'lsin deb aytar edilar. Ortiq aka Otajonov 60 yillik yubiley bo'ldi. Shunga meni onam rahmatli bilan atam bardilar. Mehmon bo'lib bardilar. Onamni hech kim tanimaydi. Bu yerda endi koza-kozalar ayollar o'tiribdi. Shularning davrasida ichida onam ham o'tiribdilar. Otamga navbat beriladi. O'sha paytda otam qo'shiq aytib turgan paytida otamni gapi bo'ladi shu davrada. Yo, bu erkak qanaqa bu Ortiq aka Otajonovning kasetasini qo'yib olganmi? Uyalmaydimi shuni aytib qo'shiq aytishga? O'xshamaydi-ku deb otamning ustidan gapirganlarda, onam kulib aytib o'tirdilar uyga kelib. O'sha vaqtda indamagan onam. Jimgina eshitib kelganlar-da uyga. Keyin kulib, qizim, shunaqa gap bo'ldi shu davrada. Otangga aytganiga ishonishmadi deb kulib aytib o'tirardi oyim. Keyin men jahlim chiqib, buni nima uchun deb aytadi u ayollar. Otam o'zi aytgan-ku deb men xafa bo'lib o'tirar edim. Zari otam shuning yolg'on gaplamasligi, bir yaxshi tarbiya berganlaridan men sevunaman. Aka-ukalarim bilan ham, ammalarim hammasidan faxrlanaman. Shuning tarbiyali, ziyoli insonlarning avlodidan ekanligimdan faxrlanaman. Her neçesi kirener ki baştan ayağına Hafız avch partada kuylayotgan chog' misoli taxta o'tirgan podshoh poyingda tiz cho'kmakka tayyor. Agar sen oq chekkanda cheka olsang oq deb yozadi shoir. Aynan bugun esga olayotgan Hofiz Hazorasbek Adamboy Qutlumuratov bilan ijodiy hamkor, juda ko'p xalq xizmatlarida bo'lgan navozandalar davrasini shakllantirdik. Deyarli hammasi xalqimizning xizmatida hali ham ana shu ijodiyot bilan qaynab kelyaptilar. Ustoz bilan 85-yilda studentlik davrimizda Toshkentda uchrashib qolamiz. To'ylar bo'lib turgan vaqtda shunda bir to'yda sen neydansan? Qazariston, o'zlarimizdan ekansan deb meni sastaba qo'shib, ko'p to'ylarni Toshkentda sovdik, keyin Xorazmga kelib, Xorazm televideniyasida 2 marta Gulchehralar degan teleperdash bo'ladi. Ko'rsatuv. Shunda bir marta chiqqanmiz ustoz bilan. Undan keyin Xazaras paxtada bo'lganda undan bir televideniyada chiqishlar bo'lgan. Men ustozni xotirlaymiz, so'z ham usta, bir kam gap inson edilar. Shogirdlarga tanbih bergan paytda birinchi giyinish madaniyati, so'zlashish madaniyati, odam bo'yam o'zicha bir
Başkaça dünyada yaşap etken insan. Bize giyinişi, böyle bile oturup duruşu şu ustazda öğrengenimiz. Ustazın bir gepi adıma düşedi. Şu tereske kılıp ürpmüş şu vaxtları 89-90 yıllarda. Azatcan ne desem bunu? Üyün nesini buz duruttu bu tereske. Şunu kılma dediler. Yok bize indi şu vaxtı mecbur başladık. Beri bu buzasan bir gün dediler. Aytkanlarını buzuldudan keyin. Bir nersen bilgenlerden şu indi özleri mutakassis Qanday ko'rgan u? Üyün fasadını buzup turuptu dediler. Ustaz indi toylara bakan vaxtı Muhammed Ali'ni yaşlığından ben küzeter edim. Bize toylara barsak chetde gelip karap dura dedi. Yaş bala edi. Kızıkışı var edi. Hafız boluş niyeti şu vaxtı bilingen edi bunda da yaşlığından. Bir de Perhatça oturuptu. Adam baykem yanında birinci ile akordiyonda hizmet kıldı. Ağzı eşirlama aytadı. Şu ustazın eşirlalarından bir rip iştemiz. Usta bilen köp bir 7-8 yıl akordeon çalıp yanında. Şu payta, yaş paytamiz hava sazandara kılıp. Usta bilen şu bir hazırkeş edi usta. Şu toya barıp otursak ham şu hazır gününglerden tapıp otura dedik de o şara bir cenk etediyden bir kuşlağa toya bardık. Hava dım soğuk. Bu vakti toyxana yok. Boğda bolup turuptu toy atsızda. 4-5 yaşlardan yağlayanda çok boladı. Kollarım akordiyonda yürüyümün kaladı. Zordan çalıp turuptu toyları. Hemen bir çıkıp soğuduk toyu. 2 saat mi 2,5 saat toy oldu şundan. Akordiyonu yenim astım. Ustanın izinde gidip batıma. Usta aytı kaytıp soğukta toyalım man dedi. Ustama aytım siz ben şu toyalım mıydı soğukta? İyi. Perhatçan dedi, Antara teyzeden toy yesem alaman dedi. Toyu kaytarım man dedi. Şu usta bile hazırlaşıp günündeş biri dedik de. Usta 2-3 eşulaları ürgettiler bana bizim eşulalarından. Yakşı bilen bolsan hemrah, işin zavkı safa bolur. Yiğitlikte kılsan toba, her derdine dava bolur. Şu koşulardan ham ürget koydular. Yeter indi canım ey dımam, erkeliği verme, dımam, erkeliği verme deyen koşular var edi ustanın. Nəsihət koşularından birge, ustaz bilen birge işlep çıkargamız muzikelerini. Bolsan hemrah, işin zavkı sapa olur. Yiğitlikte kılsan tubana, her derdine dava bulur. Yakşı bilen bolsan hemrah, işin zavkı sapa bulur. Yiğitlikte kılsan tubana, her derdine dava bulur. Yiğitlikte kılsan tubana, her derdine dava bulur. Yama koşnu çapar kayta, yıkılsan da teper kayta. Yama koşnu çapar kayta, yıkılsan da teper kayta. Seni aybini tapar kayta, başına bir bela bulur. Seni aybini tapar kayta, başına bir bela bulur. Körün kudretli nişanlı, ağzıda söz boşu atkanlı. Körün kudretli nişanlı, ağzıda söz boşu atkanlı. Ahiret vakti nişanlı, bir akıl ket huda bulur. Ahiret vakti nişanlı, bir akıl ket huda bulur.
Ravi sözler dilinden Köngül üzmez bu köngülden Kıyas kılın kıyız gelinden Günü günden bir haya bulur Kıyas kılın kıyız gelinden Günü günden bir haya bulur Günü günden bir haya bulur Hayotda kim qanday kasbda mehnat qilishidan qat'iy nazar ustoz shogirdlik degan an'ana bilan yashasa, albatta ustozidagi ko'p narsalar shogirdiga ham o'tib ketaveradi. Ortiq akadan ko'p narsani o'rgangan va qolaversa Odamboy og'am bilan ham mana shu Ortiq og'a bilan bo'lgan munosabatlar davom qilganligini ana shu yerdagi akalarimizning, og'alarimizning fikrlaridan anglasa bo'ladi. Ortiq aka Otajonovga sozandalik qilgan zamondoshimiz Muhammad Matyaqubov bugungi kunda mana hamma Sheroziy deb hurmat qiladilar. Muhammadjonning xotiralari albatta bu Odamboy akam bilan bog'liq jihatlari ko'p. Chunki Odamboy akam yonida ham doira chalishga bir muyassar bo'lgan sozandalardan birisi. Bu inson bir juda bir kamtarin, olijanob inson edi. Men birinchi tanishgan bo'lsam mana Sadlagam 86-yilda o'zimizda shu Bog'ot tumanidagi Narimonovdagi Qaldirg'ach ansamblida hozir bir do'stimiz bor, Hazorasdan keladi. Sanam olib boraman deb 06 Juglisi bor edi, ikkisini ham bir xil svetda. Qarasam, yaxshi odam, chalishi, Ortiq akama tortib turibdi, endi yoqadi-ku bizlarga. Shuni bilan tanishganmiz biz. Men birinchi Odamboy akadan nog'ora chaqamman. Odamboy akam bir jihati bor edi. Bir shularni ishlaymiz desak, Ortiq akam bir narsa chiqargan bo'lsa, shuni 3-4 kunlab yotadi dedik. Ukalari, uyindagilar ko'pchiligi biladi, Feruzbeklarlik kichkina yigit edi. Endi esda qoladigan xotiralarni aytadigan bo'lsak, aytdim Ortiq aka bir shogirdingiz bor-ku, ikkinchi ashlashib kerakmidi aytdim. Shu Odamboy akam olib boramiz. Yaxshi o'zing bilasan dedi. Urgancha bordik. Xuddi shu do'ppidan ikkimiz ham giydik-da. Xizmat bo'lib turibdi. Ortiq akam hamma pokoleniya o'rtoqlari, do'stlari kelib o'tib ketib turibdi-da. Uni Odamboy Qutlumurod deb turgan odam yo'q. Biza o'tirgan ekan Ortiqni o'zi aytib turibdi, deb turibdi do'stlari. Hozircha esimda shunday qarab turgan Arslon akalar. O'zi-ku bu da. To'g'risi-da shu men hamma joyda aytaman, ko'p yerda aytaman. Odamboy akamning gol svязкасы bir xil edi Ortiq akam bilan. U Ortiq akajon bo'laman deb o'zini majburlamaydi dedi. O'zi ovozi svязка shunaqa edi. Aytdim endi Odamboy dedim. Endi ustadan patiyaladigan yeringizga keldim aytdim. Aytadi, botinib ayta olmayman dedi, o'zim aytaman dedim. Hozircha esimda shu Qozoq bozoriga borib bir gilam Ortiq akajonov uchun bir zo'r kostyum shum. Ahmad akam men bizaralik 3 tugmali bir Xorazmda endi shu paytda moda bo'lgan ko'ylaklar shu qo'shnilarni chaqirib xalqning o'rtasida duo fatihalar qilingan shu yerda zo'r ijrolar bo'ldi. O'zi ham zo'r aytdi. Ahmad akam ham akordeonchi shu yerda kim yonida chalib turganim haligacha tushunmay turibdi dedi. Demak, Ortiq akadan farqi yo'q-da. Ortiq akam aytib bo'ldi, endi Odamboy akam ham aytish kerak bo'ldi-da. O'zini uyi Odamboy akam endi duo fatiha qilishga hamma o'tiribdi. Men aytdim, qarang ekan desam, ikkisi bir xil ekan, kim yonida chalib turganini bilmay qoldim men. Suratda o'tirgan odamlar bir paytlari o'z davrida zabardast hofizlar bo'lib o'tganlar, kimlar uylarida xizmatlar qilingan, yaxshi xotiralar bor, eslashiladigan holatlar bor deganning. Mana masalan, mana shu surat ham mana rahmatli Odamboy akam bilan Ortiq akamning yurakdan yaxshi ko'rib tushgan suratlari. Odamboyga Qutlumurodov milliy musiqa san'atimizda ozgina bo'lsa ham, lekin juda samarali, fayzli ijodiyot olib borgan. Ortiq akaga mehr bergandan keyin bular o'rtasidagi ustoz shogirdlikning bir chiroyli tuyg'ulari paydo bo'lganki, bu Bog'ot va Hazoras zaminidagi ijodkorlarni ham bir-biriga bog'lagan. Mana hozirgi davramizning o'zi ham shu Hazorasi bu va Bog'ot elining ijodkorlari bir-biriga yaqinligini, ana shu ustozlarning soyasida bular ham bir-biriga mehr qo'yganligini anglab turibmiz. Usmonjon Olimov sozandalik qilganlar, yonida ham Ortiq akamga, ham Odamboy og'amga shogird bo'lgan Umidjon aka Matkarimov o'tiribdilar. Bularning fikrlaridan hozir bahramand bo'lamiz. Shu rahmat Ortiq akamizdan ham oddiy bir masalan maqom san'atidan ham havollari, ilmlari kuchli bo'lgan.
Masalan, kelsin, bu meşre pazarı bilan aytılgan. Bunun ham özüne yarasha göterim çıkarımı bu. Her bir narsani özüne yarasha usuli bor. Daromati bor uni, zeboparisi bor, mushkuloti bor uni. Lekin shuni shu avjda turib, bu odamı bu sözü çeynemi yetirib berishni o'zi bir san'at. Ko'plari masalan torchalib o'rtada pauza masalan ko'p qaytariladi. Ba'zi bir yerlarda torlar, musiqalar, sozandalara baribir chalinadi. Artıq akami yo'lunda bu taram me'yorda chalingan, qaytarilmagan. Boshqasi ham so'zlari. Endi Odam akama keladigan bo'lsak ham, Odam akam ham shu Ortiq akam shu avjlari, boshi tamom bo'lishi, qaytishlari hammasi shu bu kelsin o'zi sap suvara musiqidir bilan aytilganda 6-8 ritm bilan yozilgan narsa bu. Görmeyen darma adam olsa Ortiq akam desa, Odam akam turgan odam Ortiq akam deb ketaversam bo'ladi. Shu vaqtda. Demak, avvalambor shu ustoza mehir berishni o'zi bir san'at. Ustani tapib, usta deb aytishni o'zi bir san'at. İsmailcan şu kesin sapt suvarası haqında gapladilar. Şu barib ayting ay azizim, ko'zlarimga tutiya kelsin, meni bir dastufoni ko'rgali ul podshoh kelsin. Salib bo'yniga zulfi anbarin mushkiqta kelsin. Meni kulbamni ravshan qilgali ul furziya kelsin. Ümidim bor anjurlarin izlabay har sabah kelsin. Adam bayağımın san'atini ko'p men o'zim kuzatganman. Anchagina yaxshi qo'shiqlari bor edi biz yaratgan. Meni sever yorim gelsin, labindagi bolim gelsin. Shundan bu qo'shiq bor edi. Yanlışmasam yengil bezminde aytgan edilar shu qo'shiqni. So'zlar ham yaxshi, ta'sirli so'zda ishladi. O'zimni kavlagan xalqlarga barbash nima bo'ldi? Boshimdan xona vayronlik tushib, haqqimay tuta bo'ldi. Meni bir dastbonni ko'rgali nozik ado kelsin. Bu qo'shiqlarni endi mana bu to'y tantanalardan ovozli jihatlarini topish kerak. Albatta. Hali ham targ'ibotni davom qildirsa bo'ladi. Shunday emasmi? Shu qo'shiqlarni kerak bo'lsa qayta ishlasak, shu qo'shiqlarni yoki aranjировка qilib, boshqa qilib ishlasak, hozirgi zamon talabiga javob berib turadi shu. Kerak bo'lsa hit ashyolar bo'lib ketishi mumkin shular. Odamboyam ijrosida maqomlardan tinglaganmisiz? Maqomlar ham joyli-joyini qo'yib aytiradilar. So'zlarni e'tibor bersangiz ham Ismoil aytgandek bu so'zda chaynalish yo'q. Shuna Odamboy akam, Ortiq aka bularning ashulasini magnitofonda eshitib, to'g'ri o'rganish mumkin. Chunki har bir so'zini tushunasiz. Uni o'zidan so'rab, tekstni qarab o'tirishingiz shart emas. Ortiq akam shu ishlagan narsanda bir sapsuvara yo'lida ishlagan bu kelsonni hech yerinde naqarat. Masalan, maqomda xohlagan lirikadan bu banda naqarat degan narsa bu. Bizda kerak yerinde qaytadi. Kelsonda yo'q bu narsa. Lekin demak, kelsonni aytish uchun buni yoddan chaynalmini aytish ko'p qiyin gap. Endi Odamboy ham shuni aytgan. Ustoz shogirdlikning bir eng chiroyli betakror joylari ana shuda. Hozir musallatdan bo'lsak, bizani Xorazm maqomlarini bir boshqacha qachirim aytib qo'ysam, odamlarga yoqmaydi. Chunki yod bo'lib ketgan bo'lar. Kelsin bu xalq ichida shunning girgan bir yerida lishni narsa ishlatib bo'lmaydi buni. Shuning uchun buni yoddan bu g'azonni yoddan bilish shart. Aniq so'zlari ravon chiqishi uchun. Hazoras xonanda Odamboy Qutmurodovni eslash asnosida mana ustoz san'atkor Ortiq Otajonovni ham yodga olayapmiz. Ustoz shogirdlikning ijodiy qirralari mana ular o'tib ketgandan keyin ham davom qilyapti. Har ikkala san'atkorga mehr qo'ygan bugun ijodkorlar, navozandalar Muhammad Ali ukamiz va Baxtiyor Hofiz og'amiz qatnashyapti. Endi bir ustoza ko'ngil bergan shogird bo'lsa shunchalik bo'ladi. Haqiqatdan ustozimizni
Adamboy akamizni esidan bo'lsak, qadrlidan bo'lsak, bir necha yillar ortga akani shogirdi bo'lib, xalqqa iladan oldilar. Qolaversa bizlar ham shu ustozni borib, o'rgatlarini olib kerak bo'lsa, yollarında ham nafas bo'lib yurganmiz bir paytlarda. Adamboy akam bir chiroyli, bir yaxshi inson edi. Bir hazilkash. Hali so'nggi paytlarında bu aytib Feruzbek amina tayyorladim, shogird, mana Xudo xolasa to'yib kelaverasan yaningda. Deb shuning deb yana Feruzbek am yonlarimizda olib berdik. Ta'kidlagan ekanlar. Shunda aytadilar-da, shogird, bu shilaq bombi ko'taraver, bizlar ham bir ikki to'y o'tavas endi. Adam to'ylari bitib o'zing olib bo'lding-ku, biz ham uyda yotaverib hali. O'zim aytdim, yaxshi ustoz, bizlar ham endi shogirdingizmiz. Ama bir netaverali deb iş kılıp bir günü dım ne oldu? Indi dedi şulap olmağa dedi otmamazsan bombaydı sen. Sonra diklemedin inşallah. O zaman ben ama ettim usta hazırlaşıp usta dedim beni şulak bombum demirden dedim. Şimdi bir hazırkaş acayip insan idi. Yine artık yani xuddi o'zida yine hammamiz eslab o'tiribmiz. Artık aka ustozimizning ham o'zining maktabi bor, yaratib ketgan. Yine shularni bizlar ham hozircha davom qildirib yotirmiz. Hozir qaysi to'ya bormalı, qaysi tadbirga bormalı, bazma bormalı. Shu Ortiq akaning ustozimizning qo'shiqlari to'ylarda, davralarda yangrab turadi hamisha. O'zimiz ham yine shu qo'shiqlar Ortiq akaning qo'shiqlari bilan boshlab Kamzat atamdan boshlasak, izni Ortiq aka o'ylaymiz, undan sonra Rahmatjon Qurbonov ustoz o'ylaymiz ish qilib, ustozlari shu hurmat yuzasidan hamisha Xudoyim ham hurmat etib yuraverganmiz. Hech qachon e'tiborimiz yo'q qolmagan ustozlar bo'lgan. Ustozdan kuylaganda nima hayoldan kechadi o'zi? Ortiq akani o'zi bo'ladi deb o'tiribmiz-ku. Adamboy akamiz ustozimiz. Shu aytchaq davraya chiqmasdan burun men shularni bilaman-da. Shu to'la torni olib, xalq oldiga chiqmasdan burun tayyorlanib turadi dedi. Netibdan shu xalq oldiga chiqib uyalib qolmayin deb ovozlarni charxlab, taxlab, o'zin chiqib qo'shiqni boshlaydi. O'ylatib turadi yani. Men tug'ilgan ko'hna voqa shuhratini olam bilar. Ko'p zamondin ko'p shuara unga ash'or bittilar. Danvini men ham jahonga kuylab etkim kelar. Xorazm farzandiman men, Xorazm farzandiman. Deb ish qo'shiqlarni bu navolar juda ham bir betakror ijodiy merosimizning gultoji bo'lib qolgan bular. Xorazmliklar eshitsa doimo faxrlanib eshitadilar. Köhne vurgaç taşları seyreyleyen bağım mening. Yaslanıp yatgan kadim sultan ve istağım mening. Ushbu bağı, ushbu taqqa kömdiler ahım mening. Xorazm farzandiman men, Xorazm farzandiman. Ushbu bağı, ushbu taqqa kömdiler ahım mening. Xorazm farzandiman men, Xorazm farzandiman. Şu 3 yıl davamında yollarında yürüdüm. Ustoz bir betekrar sanatkar ediler. Aşılarını sözlü zor telli dediler. Acayip icadkar ediler. Şu insandan köp narsalar öğrendik. Adamboy akamning yonida Ortiq akam bilan uchrashib turishlarning mezonida sizning san'atga bo'lgan mehringiz bor. Endi hofizligingizdan bir bilib qo'ysak yaxshi bo'lar edi. Bir to'ya bordik. Shunda birisi kelib, kelsin bo'lsin, yana bir oy bo'lsin deb so'rayverdi. Shunda shuning ijro qildilar, hamma lol qoldi. Shular ko'rganman. Dim havas qilganman shu insonni. Seni Leyliran avdik. Acayip dilraba dirler. Meni Mecnun'u şeydavdik. Köyünde bir gedavdirler. Uçacan taze gülüm yar istem öz yineyiz. Uçacan taze gülüm yar istem öz yineyiz. Bir nega birla şehit kıldı xumar yüz yineyiz. Bir nega birla şehit kıldı xumar yüz yineyiz. Boy gele leylim leylim, sona boylum boylum. Gele hanım ey geley, açılgan gülüm ey geley. Boy aman aman canan, aman aman elinden ey. Qadrli muxlislar, navozandamizning galdagi sonida Hazorasibdagi
dilkash davralarda bo'lib Odamboy Hofiz, Qutumurodovni esga oldik. O'ylaymizki, bunday ijodkorlar qo'shig'i bilan esda qolarli bo'lgan juda ham chiroyli mulohazalari va elga qilgan xizmatlari bilan doimo barhayot. Hofizni eslash asnosida milliy musiqa san'atimizning chiroyli ohanglardan ham bahramand bo'ldik. O'ylaymizki, Hofiz qoldirgan ma'naviy meros kelajak avlod uchun yana bir ibrat maktabi bo'lib qolaveradi. Har biri mehnatga moyil, oğlumu perzaneler, ahdı peymanı becergen, keng toluk merdaneler, ziyneti ülkem habibi, mevcuru dilhaneler, mevcuri dillerde zavkım, sözde güyadır bükün. Bir tamamda zavk bilen şan yerler coreti, bir taraf sazendeler, toyu tamaşadır bükün. Bir taraf sazendeler, toyu tamaşadır bugün.